Toshkent shahridan 103 marta katta, lekin aholi soni bo'yicha teng bo'lgan davlatni eshitganmisiz? Tasavvur qilyapsizmi? Shuncha katta shaharda atigi 2 million 800 ming odam istiqomat qilar ekan. Bu degani aholi va mashinalar kam, tirbandliklar deyarli yo'q, daraxtlar ko'p, iqlimi toza, tog' yonbag'rida joylashgan. Bu qaysi davlat deb o'ylaysizmi? Bu Litva davlatidir. Litvada ayollar soni erkaklar soniga nisbatan ko'p hisoblanadi. Ya'ni 10 ta erkakka 16 ta ayol to'g'ri keladi. Bu degani erkak ishchilarga nisbatan talab yuqori hisoblanadi. Endi tasavvur qilib ko'ring. Shunda iqlimi toza, aholisi kam va insonlari samimiy bo'lgan davlatda oyiga o'rtacha $1000 dan $2000 daromad qilish imkoniyati mavjud bo'lsa, ketgan bo'larmidingiz? Litvada hozir qurilish, omborxona, restoran sohalarida bo'sh ish o'rinlari mavjud. Bu yoqda ishlab siz oyiga $1000 dan $2000 daromad qilishingiz mumkin. Viza masalasida esa o'zimiz yordam beramiz. Hamkor viza sizga hujjatlarni topshirib, to ishga joylanguningizgacha bo'lgan jarayonda yordam beradi. Firma to'lovlari va bo'sh ish o'rinlari haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. Yo'qsa, joylarimiz to'lib qolishi mumkin.